Salam Mehri Hayat salonuna qadam tashrif qilgan barcha aziz do'stlar, hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Bugun sizlarning huzuringizga Abdurrahim O'tkir Tilashev ustozimiz yozgan bir necha ruboiylarni olib keldim. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Qani huzuringlar tövandagi she'rlarda bo'lsin. Qayoshdir ay bilan quyosh umrbod. Quyoshsiz qolsa ay bo'lur zulmat. Hayotim bo'shki shu ona vatan. Vatansiz na qilsin bu tanda hayot. O'stirdi qo'ynida meni shu tuproq. O'lsam menga u bo'lg'usi yumshoq. Shu vatan ishqidan ulug' nima bor. Sig'maydi ko'ngilga bo'lak ishtiyoq. Majnun tal qaddini egib muloyim. Su bergan o'stanga qilidul tazim. Süt berib o'stirgan ona oldida burchimiz qanchalik o'ylayli doim. Har qancha egizda qush parvoz qilar. O'zqi o'si yer o'zra bo'lar. 7 osmonga yatsimi beshim. Putlarim yana shu tuproqda turar. Ona suti oqartqay dilingni sening. Ma'rifat yo'ritqay yo'lingni sening. Vatanga muhabbat kuch umid berib, palakka yetkizgay qo'lingni sening. Tahirga o'zining zuhrasi yaxshi. Majnunga o'rdinmi Laylasi yaxshi. Mening bu suyguga chanqoq dilimga vatan gulzorining ra'nosi yaxshi. Chivinning qanoti oyni yopolmas. Chumula harvini yo'ldan to'solmas. Alqancha yerdagi quyosh nurini ming harva to'pimi hargiz ko'milmas. Bahar kessa tozar gulshanda g'uncha. Tirikning qadrimi ko'z yumulg'icha. Lekin o'lmas kishilar ham bor jahonda. Quyoshning umri qancha yashar u shuncha. Oqar daryo yuzimi qishda muzlar. Qizil gulning bir kun xazoni ham bor. Ulug' g'oyi bilan sug'urilsa dil, uningda 4 fasl hamisha bahar. Ulug' g'oyi bilan sug'urilsa dil, uningda 4 fasl hamisha bahar. Rahmat. Barcha aziz do'stlarimizning yoqtirib anglaganligidan söyündim. Bundan keyin Mehri Hayat saloni ko'p qismliq asarlarni, ya'ni texim yaxshi bo'lgan she'rlarni, dağlıq ustozlarimiz yozgan yaxshi bo'lgan mazmunlarni huzuringizga sunish uchun tayyorlik qilyapti. Shunga barcha aziz do'stlarning do'stlarga ham bahrlab qo'yishini va o'zaro birga huzurlanishini chin yuragimda umid qilaman. Tuanda zaykanniya xatni bezib qo'yishni, chambraklaringizga chiqarib qo'yishni unutmanglar. Anotga sizlarga yetkazib qo'ydigan yana bir ish barcha aziz do'stlar. Hammanglar bilasizlar, Ali Qurban muallim, ya'ni Ali Qurban akamizning yozgan Muallim keldi degan bir nadir asar bor. Shunga kunda bir sonni sizlar uchun tayyorlash oldida turyapman. Xabardor bo'lib qolgaysizlar. Do'stlaringizga ko'proq ham bahrlab qo'ygaysizlar. Mehri Hayat saloni har vaqt sizlar bilan birga eng yaxshi mazmunlar bizning salonda. Kelar sonda ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.